jondan qilsang-da judo, bu yolg'onchi dunyoda ammo yigit boshin egmagin xudo. Qasdni hatto sabona shirin ammo go'zal bir so'l bevafodir. Assalomu alaykum. Qolmaydi. Iltimos bor edi. Hop. Qo'yli qancha olib qo'ya olmaysiz? Qo'yli. Ko'p emas, faqat 5000 so'm turibdi. Voy, yo'q, qo'yli qancha tajab qo'ya olmayman. Qo'yli qancha yo'q tajab qo'ya olmayman. Anaqaga betonkaga olib chiqib qo'yaman, pulingiz kerak emas. Bu yog'iga paputga ketaverasiz. Maylimi? Betongasida. Mana men qo'ylovni yo'liga tushirib yuboraman-da sizni. Iloji bor. Ha. Kartachasini qo'ylarni ko'rsatdi-da. Ha. Qo'ylovdan qayerga bormoqchisiz? Ha, просто transportda to'g'rilab tushuntirib yuboraman degandim-da. Ha. Islom otani oldi. Ha, bo'ldi. Mashinani bitta baloni ko'chaniki anaqa. Olib qo'yaman shu bildim qatdan. Sergeydan keladi. Peshkommi? Ha? Ha. Ha, Xudo deb kelayotgan ekansizda. O'shaning uchun mayli, Alloh 2000 bor edi. Yerda bitta odam chatib qolib 3000 berdi. ha, 5000 berdi. Alloh qalbim, ya'ni odam ko'ngli so'ladi-da. O'zi qo'yiluvda emas ekan siz ishingiz boshqa yoqda o'zi. Endi qo'yiluvga borib turib, keyin bunaqasi ha. Rosa mana shu любой ishga mana shu Xudoga tavakkal deb ko'chaga chiqamiz-da. Ha, mayli. Alloh yaxshi odamlar ko'p. Men sal nariroqda. Oстановка to'xtatsa Qani? böyle narigi. Ha, shu narigi betiga o'tib ketasiz faqat, xo'p? Men endi hozir aylanib bu yoq betdan kela olmasdim. Mana Mana shu nimaga oстановка. ha, shu oстановkada qoldirib ketaman, bo'ladimi? Oldimi zaryadga ish qilib? 22 foiz. Yo, plyus kerak emas. Pulga yo, plyus kerak emas. Yo, mayli. Yo. Roziman men, qo'ying. Puldan yordam qila olmayman. Mayli mehnatim bilan, o'shaning uchun ishingiz bitsin, ko'chada yurmayman deb olib keldim, oka. Yaxshi ko'rasiz. Mana shu o'taman lekin, o'taman. Mana oka. Mana shu siz boradigan manzil shu narigi betlarda. Mayli oka, sog' bo'ling, yaxshilikda ko'rishaylik, omadingizni bersin.